tahoratda qaysi zikrlar qilinadi? Tahoratda farzlar bor, tahoratda sunnatlar bor, tahoratda mustahablar bor. Masalan, tahoratda yuzni yuvish, qo'lni yuvish, boshga mahs tortish, oyoqni yuvish farz. Xo'p, uni bir martadan yuvsa bo'ladi. Farz ado etiladi. Lekin 2 martadan yuvish, 3 marotabadan yuvish, mahs tortganda boshni butun qismi bilan va qo'limizni orqasi bilan bo'ynimizga tortib, barmoq uchi bilan quloqlarimizni ichi va tashqarisi bilan yuvish Alloh taoloning fazilati. Xo'p, nega? Biz farzni ado etdik. Aynan mana shu ikir-chikiriga ham e'tibor berishimiz kerakmi? Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Agar kim tahorat vaqtida bo'ynini yuvib tursa, ya'ni bo'yniga mahs tortib tursa, qo'lini orqasi bilan mahs tortib tursa, Alloh taolo uni g'ullikdan, ya'ni qullikdan, birovga muti bo'lishlikdan Alloh taolo uni salomat qiladi.